Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana Andijon shahardagi yana bitta obyektimizni tugatish arafasidamiz. Bu obyektimizga mana usta Ubaydulla akam perilla ustanovka qilyapti. Ubaydulla aka, nima xizmatlardan foydalanganmiz aka? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bu binomizga bog'cha ekan, shunganligi oraliq masofalarini ham yo'l hisob-kitob qilib, arkali joylari bor ekan, arkali qilib, bu fasonimiz soqali bo'ladi. Gold silver aralashgan. Arkali joylari borligi uchun bunaqa arkali qilib gif xizmatdan ham foydalanganmiz. Bu binoyimizni tashqi fasadda chiqish yo'llarida 30 metr masofadagi baryer bor ekan. Endi bunga 5109 2.5 2509 100lik sharfdan foydalanganmiz. Endi kombinatsiya qilib hamma xohlagandaqa xolasa bir xil qilib terib berishimiz mumkin yoki aralashtirib. Endi buni qolipi yo'q. Endi bu tomonda ham hozir yangi ustanovkamiz ketyapti. Uni ham bir ko'rsatib, narxlari bilan tanishtirib ketamiz. Mana bu yerda ikki tomonlamali chiqish, bu tomondan mana ishlashyapti. Mana endi sizlarga aytib o'tsam, tumbamiz bu tumbani xili ko'p, misol 455 mingdan boshlanib ko'tarilib ketaveradi. Endi bu yerda kombinatsiyasiga qarab bu 550 ming so'mlik tumbamiz. Sizga esa fasonimiz 500 minglik fason. Bu yerda shu gold bo'ladi, silver bo'ladi. Agarda gold bo'lmasa, hamma silver bo'lsa, narxi arzonlaydi. Gold hisobiga narxi qimmatlaydi. Mana shunaqa inshootlarga, uylarga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Agarda sizlarga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, murojaat uchun pastda telefon nomerlar qo'yib ketamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sifat garantiyasini berib, hozir mana tayyor bo'layotgan joyimizni video obzorini ham qilib o'taman. Bemalol ko'rib zakaz bersanglar bo'ladi.